350lik gelik so'raguncha baxtingni so'ra notavon. Birinchi bo'lib aynaga qarang derdim, o'zingizni qarab oling derdim. Undan keyin uyingizda, dadangizda bir Jigulisi bormi? Shuni ham bir qarab oling der edim. Xudo insofni o'zingizlarga bersin. Qizlar, hech qachon nima qilmanglar. Qizlar, ehtiyot bo'linglar. Bu sizlarga maslahat. Bizning zamonda unaqa bo'lmagan. Juda ehtiyot bo'linglar, esli qizlar bo'linglar. Hech ham bunaqa nimalarni so'ramanglar. Iltimos, sizlardan iltimos. Sizlarga maslahat. Shu kattalardan. Mehr bu ayol kishini haqqi. Hamma xohlagan narsasini buyursa, aytsa bo'ladi. Otasi hali geliydi живой ko'rmagan, ya'ni mahri geli so'radigan qizlarga aytadigan gapim, avval shunaqa bolalarga mos bo'linglar, keyin bu yoqni o'ylab ko'rsa bo'ladi. Ko'proq kitob o'qishsa, iltimos, iloji boricha ko'proq kitob o'qishsa. Hop, gelik so'raydigan qizlarga avvalambor gelikka yarasha qadrli bo'linglar. Hop, gelik muammo emas. Siz yaxshi bo'lsanglar, hammasini olib beramiz inshaalloh barchalarga. Ha deb gelik so'rar, chachim oqartirardi. Ne gelik so'ramasam, velik so'raydigani ham bormi? 250 minglik gelini o'rniga uy so'rasin, shu yerda birga yashab qo'yaveraman.